ilahiy tecelli kılkan bir muhitni berpa kılış arkalık dünya ve ahiretin bahtsaadına gelişimiz lazım demekçe. Cihat veya niyet bayken, ondaki cihatın aldan tayarlık boğan hicretten mevcuttur demektir. Bu cinayi kılmışlık karşı turşu ibaret, hakkani görüşün uzun yakacak aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görgüçler. Yeni bir katımda uçuk sohbet programımıza kelgenlerine kızgın karşılayınız. Ben Abdullah Yalqun. Aldı bilen kadirli qeyrindaşlar, stüdyomuzga qimmatli vaqtini chiqarib kelib bergan hurmatli Abdulqadir Yapchan akamizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Xo'sh keldilar. Ko'pdan ko'p rahmat. Rahmet ettim. Allah razı olsun. Qadirli qeyrindaşlar, biz uçuk sohbet programımızda hammalarga ma'lum bo'lgandek, har qatimliq programımızda Xitoy tajovuzchilarining vatanimizda elib berayotgan har xil zulmlarni, har xil siyosatlarni biz bu yerda echib tashlab, buningga raddiya qaytarib kelyapmiz. Bugünkü programımızın mavzusu bo'lsa Xitoy tajovuzchilarining vatanimizda ta hammalarga ma'lum bo'lgandek boshlang'ishdan o'rta maktab hammaga zada ig'ir darajada dinni cheklash siyosatini elib beryapti. Bunun cümlesinde hem üniversitetlerde nayeti qattiq besim o'quvchilar bo'layotgan. Mayli Ramazonda bo'lsin ve burun mesela Ramazonda eng chin ishni qilib ro'za tutqizmay ularni zo'mizo iftor qilib bir narsalarni berib degandek qilgan bo'lsa, hozir yil ichi butun yil bo'yi qattiq bir yerda dinning singib kirishini, universitetlarga o'qish, bu o'qish oliy maktablarning ichiga dinning singib kirishini qattiq cheklashimiz kerak. Bu atalmış asabiy kuchlarningki bularning changilidan bu farzandlarimizni, bu yoshlarni qutqizib olishimiz kerak degandek bu safsatlar bilan bu inson tilga og'usiz darajadagi uch holatda dinni haqoratlash aslida bu Xitoyning olib berayotgan musulmon, ya'ni o'zining e'tiqodi dini islom bo'lgan bir millatni buni dindan uch holatda ayiramiz, dinning singib kirishini, bu maktablarga dinning kirishini qattiq cheklashimiz kerak deb uchuq axborotlarda e'lon qilyapti qadrli qarindoshlar. Bu başka bir dinge e'tiqod qiladigan Hristiyan yoki Yahudi bo'lgan bo'lsa bular bu o'zimizning dinni yo'qitib qo'ysak olmaydi. Bu o'zimizning diniga boshqa bir islomdan iborat bu narsa kirib ketishni cheklaymiz deb buni to'sqan bo'lsa, buni elib bergan bo'lsa, inson mesela normal tushunishi mumkin. Bu mu aslida qonunsiz narsa, ama bu normal tushunishi mumkin. Yani o'zining dinini saqlab qolish uchun bu yerda bu siyosatlarni elib berayotgan bo'lishi mumkin degan ufqum mesela en aqallisi bu narsani o'ylay olishimiz mumkin. Ama dini islom bo'lgan bir millatni, şu millatga o'zini musulmon deb atgan millatning a'zolari, millatning yoshlaridan bularga dinni singib kirishni, dinning bularga yaqin kelishini qattiq cheklashimiz kerak degan atalmış asabiy diniy kuchlar deb bu safsatlar bilan uchuq holatda dinni haqoratlayotgan bu siyosatlarni kundan kunga avj olgan holatda elib beryapti. Bunun nimesinden atalmış Şinjan Tıbbi Üniversitesi'de ötken aldığımızdaki şu düşenbe günü, ilk günü aldı da düşenbe ve seyşembe düşenbe günü okuyuculara bir yerde yığın açıp ularga şularga mikrofon tanlap bularını mecburi halette sözlütüp xuddi müşahede aşı okuyucular Çin konudan dinni haqoratlayotganda şu dini güçlerini tillayotganda şekilde çıkarıp axborotlarda ularni şu tillat qozib asabiy kuchlar deb tillat hozir film bir 10 minutlik film bor. Bu filmni ko'rib o'tamiz. Uning keyin shu film ustida suhbat elib boramiz va dushanba kuni yig'ilish, seshanba kuni Xitoy o'qituvchilarni, bu maktabdagi o'qituvchilarni yig'ib, yana shularning tili orqali so'zlatkizibdi. Biz buningga qarata suhbat elib boramiz. Oldin bilan filmni ko'rib o'taylik, qadrli qarindoshlar. Şinjan Tibbiy Üniversiteti o'quvchilari bugun tushdan burun asabiy ideyaga qarshi turib, maktabning pokligini qo'g'dash temasida faoliyat o'tkazib, aktiv kuchni tarqatishda yoshlarga ulgu bo'ldi. Men Şinjan Tibbiy Üniversiteti o'quvchisi. Bu yerda shundoq va'da beramanki, asabiy ideyaga qarshi turib, inoq turmushimizni qadrlayman. Şinjan Tibbiy Üniversiteti o'quvchilari ertigandala maktab maydoniga yig'ilib, asabiylikni tugatishni o'zimizning boshlaylik temasida kollektiv qasam berib, va'danomaga imzo qo'ydi. Oliy maktab o'quvchisi bo'lib sifatimiz bilan g'oyamizni, e'tiqodimizni chingitishimiz kerak. Mushundaq bo'lganda asabiy diniy ideyaning ta'siriga uchirmaymiz.
Əsəbilikni tugutish suhbat yig'inida oliy maktab o'quvchilari asabiy diniy ideyaning yerginishli qiyofatini va jinoyat mohiyatini fosh qildi. Asabiy diniy ideyadagilar dinni qoral qilib kishilarni qaymoqtirmoqda. Tibbiy fanda o'qiyotgan o'quvchi bo'lib suhbatimiz bilan ularning hayotlikni qadrlamaslikdek zaharli ishlarga boshini oxir qarshi turib, o'z maydonimizda ching turishimiz kerak. Şinjan Tibbiy Universiteti o'quvchisi Iskandar Oshur ilgari o'quvchilar bilan birlikda ochiq xat e'lon qilib, zo'ravonlik, terrorlik qilmishlarini aytligan edi. U bugungi suhbat yig'inida ko'pchilikning ko'zini yo'g'on ochib, zo'ravon terroristlarning tarixini burmilab, millatlar ittifoqligiga, vatanning birligiga bo'lgunchilik qilishdak qora niyatini aniq tunishni murojaat qildi. Zo'ravon terroristlar din bayrog'ini ko'tarib, u yer bu yerdan naql keltiryotdi. Ularning bunday qilmishi kishilarning ko'ngliga yoqmaydi. Ularning oqibatiga ketmaydi. Ular hamon vayron bo'ldi. Tarixiy tajribalar jamiyatning taraqqiyoti, millatning ilgarilishiga to'sqinlik qilganlarning cho'qim vayron bo'lganligini isbotlagan. Hozir oliy maktab o'quvchilari jushqun, ruhliq bo'lib, bilim oldirgan, shundaqla vatan va yurtni gullantirishga kuch qo'shilgan go'zal vaqtlari. Uch xil kuch iblis qo'lini maktablarga so'zib, go'zal turmushimizga buzg'unchilik qilyapti. Har bir oliy maktab o'quvchisi so'z harakati orqali uch xil kuch bilan qat'iy kurash qilib, ularning ham xiyollarini ishga oshirmaslik lozim. Bu jinoyatchilar to'g'risidan foydalanib o'zlarining ideyasini tarqatmoqda. Biz Jungolik, Shinjonglik, partiya va davlatga bo'lgan minnatdorligimizni bildirishimiz, sapoyimizni o'stirib bu kishilarga taqobil turishimiz kerak. Biz o'zimizdan boshlab yaxshi oldini olib, uch xil kuchga qattiq zarba beramiz. Ular bizning dushmanimiz. Oliy maktab o'quvchisi bo'lib suhbatimiz bilan maydonimizni oydinlashtirib, millatlar ittifoqligi, davlatning muqim va taraqqiy qilishini qo'g'dishimiz kerak. Oliy maktab o'quvchisi bo'lib suhbatimiz bilan maktabda yaxshi o'rganib, uch to'g'ri qarashni tiklashimiz lozim. Biz yoshlar o'rnimizdan dast turishimiz, teximiz sagak bo'lib qarg'ulacha ish qilmasligimiz, asabiy terrorchi kuchlarni davlatimiz go'zal yurtimizdan talto'kis chiqarib etishimiz lozim. Dinning singib kirishiga qarshi turish bosh tema qilingan suhbat yig'inida Şinjan Tibbiy Universitetining o'quvchisi Mihray Turg'un o'zining ta'siriga asosan uch xil kuchning haqiqiy abdibasharisini ichib tashladi. Men ularning bu qilmishini xuddi cho'milining daraxtini tavirtishiga uringanidek deb qarayman. Mihray Turg'unning uyi Yakan nahiyasida bo'lib, u yaqinqi yillardan buyon yurtdagi o'zgarishlardan cho'nqur ta'sirotga ega bo'ldi. Ilgari Yakan nahiyamizda egiz binolar nihoyat oz edi, ammo hozir hamma yerda egiz binolarni uchratqil bo'ladi. Avtomobillarmi intayin ko'p. Hozir taraqqiyot nihoyat tez bo'lyapti. Uning ustiga bu bir qancha yildan buyon poyezd qatnab, aerodrom selinyapti. Buning bilan kishilarning turmushida zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Hozir ko'pchilikning turmushi barg'ansir yaxshilanayotgan bo'lsa-mu, ammo uch xil kuch paketni burmilab, har millat ommaning baxtli turmushiga buzg'unchilik qilishga urinyapti. Mihray Turg'un ularning razil niyatidan intayin nafratlandi. Bu zo'ravon terrorchilar fuqarolarning yaxshi turmush kechirishini xohlamaydi. Ular pastkash vosita bilan yomon niyatiga yetishga urinmoqda. Bu bir xomxiyol. Meningcha ular og'ir oqibatga duchor bo'ladi. Biz oldi bilan maydonimizni mustahkamlab, to'g'ri ideyani tarqatishimiz kerak. Bu yil maktabga yangi qabul qilingan Dilzibar G'ayrat bilan Xu Kayshuanmi o'zining amaliy harakati orqali uch xil kuchning razil suiqasiga qarshi turdi. Zo'ravon terrorchilar bizning tinch turmushimizga buzg'unchilik qilish qo'rindi. Biz oliy maktab o'quvchilari do'stlarimiz bilan bo'lgan munosabatimizni yaxshilab texmi ittifoqlashishimiz kerak. Biz millatlar ittifoqligini tashabbuskorlik bilan qo'g'dishimiz lozim. O'qish boshlig'iga amdila 10 kun bo'lgan. Uning ustiga Dilzibar G'ayrat bilan Xu Kayshuan bir sinfda bo'lmasmi, ammo ikkisi to'g'rida tanishgandan keyin yaxshi do'stlardan bo'lib qoldi. Klinikilik davolash bo'yicha yangi o'quvchilar to'g'rida uning bilan tanishgan. Uning mijozi ochiq, qiziqchikan. Shunga uning bilan do'st bo'lmoqchi bo'ldim. Biz doim birlikda tomoq yeb, birlikda o'rganamiz. U doim mening xanzuchini to'g'ri talaffuz qilishimga yordam berdi. Men uningga uyg'urcha o'rgataman. Maktabda har qaysi jihatlardan o'zaro yordam berishimiz, g'amxo'rlik qilishimiz, ta'sir ko'rsatishimiz kerak. Mushuna qilganda millatlar ittifoqligini kuchaytirib bo'ladi. Deganda Şinjan Tibbiy Universitetining har qaysi ish o'rinlaridagi o'qituvchi ishchi xizmatchilar vakillari asabiy ideyani tugutishni cho'rdab suhbat o'tkazdi. Oliy maktab sotsializmning layoqatli qurg'uvchilari va izbosarlarini tarbiyalaydigan bo'shuk. Ammo uch xil kuch singib kirib, buzg'unchilik qilib, bu muhim istehkomni tartib olishga urinmoqda. Har millat o'quvchi o'qituvchilari buni ko'zda tutib, maydonni aniq holda amaliy harakati bilan uningga qat'iy qarshi turdi. Uch xil kuch va zo'ravon terrorchi kuchlarning razil niyati Shinjongni vatan qo'ynidan ayirib etish. Ular maktab va jamiyat muqimligiga zo'r xavf olib keladi. Biz qat'iy qarshi turamiz. Zo'ravon terrorchilarning insoniyatga qarshi qilmishi qonunning jazosiga uchraydi. O'qituvchi ishchi xizmatchilar diniy asabiy ideyaning oliy maktablarga singib kirishini qat'iy to'sish uchun maktabning har qaysi halqalari yaqindan moslashib, o'quvchilarning to'g'ri dunyo qarash, kishilik qarash va qimmat qarshi turg'izishiga yordam berish kerak deb qaradi. Bizning nishonimiz birdek.
Biz har qaysimiz o'xshamaydigan xizmat o'rnida dinning maktablarga singib kirishining oldini olish va to'sishdek mushundaq ig'ir mas'uliyat va vazifani ustimizga olgan. Dinning maktablarga singib kirishining oldini olish va to'sish kerak. Biz o'qitish fursatidan foydalanib, o'qitish jarayonida o'quvchilarga yetakchilik qilishimiz, o'quvchilarni tarbiyalashimiz, ideya siyosiy tarbiya xizmatida o'zimiz boshlamchi bo'lishimiz va ulgu bo'lishimiz kerak. İdeya xizmatini har vaqt har qanday joyda yaxshi ishlab, xodimlarning hammasini umumiy yuzlik atrofliq tarbiyalashni ishga tushirishimiz kerak. Yoshlarni hozirgidek yaxshi fursatdan foydalanib, barliq zehnini o'rganishga qaratishga yetaklashimiz kerak. Maktabdan iborat bu pok tuproqni qo'g'dash majburiyatimiz va mas'uliyatimiz bor. Hozir Şinjan Tibbiy Universitetida hamkorlashib fikr almashtirishdek yaxshi vaziyat shakllandi. Hamma kishi maktabda qo'g'duvchiga aylandi. Ular amaliy so'z harakati orqali diniy asabiy ideyaning maktablarga singib kirishiga qat'iy qarshi turdi. Dars boshlanib 3 kun bo'lmayla Şinjan Tibbiy Universiteti Til Madaniyat Instituti partikomining sho'jisi Munira savodoshlari bilan ideya jihatda fikr almashtirdi. Bu qatimki yozliq ta'tilda yurtimga qaytib, yangi shahar rayoni selinganligini, yo'llarning bargan siri kengrilishib, yo'l chiroqlarining o'rnatilganligini ko'rdim. Ilgari poyezd bilan 16 soatda uyga baratdik. Bu qatim poyezd sur'atining tezlashganligini his qildim. Avtomobil setib oldik. Buningdan keyin doim sayohatga chiqamiz. Endi texim qulaylik bo'ldi. Mushundaq fikr almashtirish jarayonida Munira bilan savodashlar yaxshi do'stlarga aylandi. O'quvchilarmi o'qituvchisining tushundirishi bilan diniy asabiy ideyaning haqiqiy mohiyatini to'g'riganligini bildirdi. Munira muallimning tushundirishi bilan zo'ravon terrorchilarning haqiqiy abdi basharsini tonidik. Diniy asabiy ideyaning turmushimizga singib kirishini to'saymiz. Texmi ko'p o'qituvchi, ishchi xizmatchilar Muniraga o'xshash o'quvchilar bilan do'stlik o'rnatdi. Tushda darsdan tushgandan keyin Şinjan Tibbiy Universiteti Til Madaniyat Institutining siyosiy yetakchisi Yuan Yang tamaqini ilib udul o'quvchilar yotiqiga kirdi. Men 4 sinfga mas'ul, 200 ga yaqin o'quvchi bor. Yangi o'qish mavsumi boshlanganda tushlik tomoq vaqtidan foydalanib 200 o'quvchining yotiqini aylanib chiqishni o'yladim. Bu qatimki yozliq ta'tilni qanday o'tkazdinglar? O'qish boshlandi. Oldin qatim sizlarga yozliq ta'tilda amaliy faoliyat bilan shug'ullanishni aytgan. Qanday bo'ldi? Men ijtimoiy amaliyotga qatnashib yordamchi soqchi bo'ldim. Bu tushlik tomoq jarayonida Yuanyang o'quvchilar bilan o'rganish, turmush jihatdagi ishlar to'g'risida paranglashdi. Uning nazarida bu o'quvchilar eni singlisiga o'xshaydi. Ularni har kuni ko'rib tursa xotirjam bo'ladi. Nurg'un o'quvchimiz chat yiroq rayonlardan kelgan. Ularning ota-onasi bu bolalarni bizga topshirib berdi. Ular bu yerga bilim o'rgangili keldi. Bu jarayonda chegara sirtidagi dushman kuchlar va 3 xil kuch biz bilan bu o'quvchilarni talishishga urinayotdi. Yuanyangning qarashicha asabiy diniy ideyaning oliy maktablarga singib kirishiga qarshi turishda eng muhimi oldi bilan o'quvchilarga asabiy diniy ideyaning zihnini to'ntish kerak. Biz o'quvchilar yotiqiga ko'proq berib, o'quvchilarning ideya ahvolini egilib, ularga dushman unsurlarning abdi bashirsi, razil niyatini to'nib bilishiga yordam berishimiz kerak. O'qish boshlanganiga yarim oymi bo'lmagan bo'lsa-mu, ammo Yuanyang 100 dan ortiq yangi o'quvchining ismini bilib oldi. Hozir o'quvchilarimiz yurak so'zini uning aytadigan bo'ldi. Zo'ravon terrorchilar begunoh ommani o'ldirdi. Ular bizning dushmanimiz. Biz Uyg'urlar azaldan naqsh usulga mohir millat. Diniy asabiy unsurlar Uyg'urlarning naqshi aytib usul o'ynishiga, Uyg'ur ayollarining do'ppi kiyishiga to'sqinlik qilyotdi. Ularning maqsadi amalga oshmaydi. Ular hamon qonunning jazosiga uchraydi. Biz har millat o'quvchilari qarindoshlardek bir cho'ng oilada turmush kechiryapmiz. Maktabni Po'lat qo'rg'onga aylantirishimiz kerak. Hurmatli qarindoshlar, filmni ko'rib o'tdik, hurmatli Abduqodir aka, filmni ko'rib o'tdilar. Ya'ni bu filmni ko'rgandan keyin aslida hech qanday gap ketmaydi. Xitoyning qaysi darajada zulm qilayotganligi, qaysi darajada pastkashlikni Xitoyning o'zining qilayotganligiga hech bir gap ketmaydi, qadrli qarindoshlar. Oldin men Abduqodir Yapchan akamizning fikrini filmning keyindan bu filmni ko'rgandan keyin uni kendi yana tafsiliy holatda to'xtalamiz. Umumiy shaklda bu filmga bir fikr olsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom. Barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimga Allohning rahmati va salami va yordamini tilayman. Shuning bilan birga bu filmni ko'rdik. Bu filmni ko'rsa yomon kulkilik endi. Xitoyning butkul o'quvchilarni artist qilib o'tgandik ish qilyapti. Artist ham. Hech qanday yurak so'zi bo'lmaslig'i yo'q. Yo'q. Bir cümle Uygur'un sözünü almakla koyuyor. Abi Uygur olsa o Uygur tili bilen sözleyemezdi. Yani. Uygurçı yürek sözünü kılanmazsa yani yürekinin çok asabi güçler karşı dururdu. O kız valla o kız okuyucularımız masum bulup buldu hiç kadar günah yok.
Mecburen zaten çıraydan çıkıp durar ama. Çıraydan çıkıp durup mecburi degizib atadi. Ana hech qanday qimmati yo'q. Ular Xitoyning to'g'ri bo'lsa, ana mecburlashning hojati yo'q. O o'rtada bir to'g'ri va adolat va haq bor. Xo'sh. O haq biz tarafda biz. Xitoyning hammasi nahaq, aldamchilik, saxtipazlik, hilgarlik va sapsatadan boshqa narsa emas u. Buni yig'ib aytgan chaqningizda Xitoy aldamchilik qilyapti. Xo'sh. Bunun qip-qizil sepi o'zidan aldamchi endi. Xo'sh. Asabiy kuchlayapti, hayotlikni qadrlashlayapti, bir nechta turli masala bor. Yig'ib aytsak bunga yana buning umumiy ma'nosi aldamchilikdan va kizbidan, yolg'onchilikdan boshqa narsa emas. Mas'um Sharqiy Turkiston qiz o'g'illarini majburlash va aldashdan boshqa narsa emas. Bu hech qanday shu put taraf tura oladigan so'zlar emas. Ya'ni bir narsaning to'g'ri va xatoligini o'lchashning to'g'ri o'lchimi ikki qarshi taraf bilan ikki qarshi taraf bir araga kelib bir narsani o'ttirdi qo'yib, shuning to'g'ri ekanligiga ikki tarafdan shu amaliy isbot bilan shu qanoat hosil qilishdan iborat. Bugun sellamda shu gapni biz gap qilmaymiz. Biz seni xatoni, sapsatini, yolg'onni, zulmni, adolatsizlikning hammasini adolat va to'g'ri haqqoniyat musho deb berish badliga bizni yashag'ini qo'ymoqchisan. Saxtini, yolg'onchilikni bizga majbur teng'atyapsan. To'g'ri. Bundan boshqa narsa emas. Filmda boshdan oxir nurg'un ko'p piyolarda asabiy diniy ideya deb buni nihoyatda kuchab tashviq qildi. Asabiy diniy ideya degan nima o'zilcha? Millatimiz zaten biladi buni. Mana shu Xitoyning nazaridagi asabiy diniy ideya. Bugun bu bak muhim masala. Asabiy da'vat qil bu Xitoy eplayotgan dini o'zining dinida mustahkam turgan, sog'lom aqidasini saqlab qolgan va insonlikdan iborat bu qimmat qarashini din orqali tikilgan. Xo'sh. Eng sog'lom, muttaqi, yaxshi kishilar bu. Xitoy o'zi zolim, yolg'onchi, kazzab, aldamchi, zolim bo'lganligi uchun davomli haq anigacha dushman bo'lib ko'rinadi. Xitoyning bu hokimiyatning, yani atalmış bu Xitoy tajovuzchilar, bu zo'ravon hokimiyatning qurilishi zulmning ustiga, yolg'onning ustiga, saxtining ustiga, yilining ustiga, aldamchilik ustiga qurganlik uchun davomli haqni, rostchilikni, samimiyatni, adolatni dushman deb tunib kelgilik va buni dushman deb tunib kelgilik. Şundan bizning yosh o'smir qiz o'g'illarimizni mush-sapsat orqali aldab, bugun haqiqatni, adolatni, rostchilikni, samimiyatni, haqiqiy do'stlikni dushman deb tuntyapti. Masala bu. Ular chuqur vayron bo'ldi deydi. Dunyoda vayron bo'lgan narsa nima degan? Saxta va yolg'onchi, kizba, zulm vayron bo'ladi. Haq va adolat, rostchilik va samimiyat, do'stlik, haqqoniyat g'alaba qiladi. Bu qonuniyat, qonun emas. Bu qonuniyat. Xitoyning bu saxta hilgarliklari, zulmlarini bugun bu zulmni majburiy teng'atganlikning o'zi men nima bo'laman, vayron bo'laman. Menimcha sekrat ta'altimda turibman degan bo'ladi. Unda sen haqiqat nima qilgan sirasi, nima qilishaqbadlik tang'isi buni? Sen bunu aqli uchun to'xtatgan, buning zulm qilmaydigan. Bir muhit, siyosiy muhit bo'lsa, anda ikkilisini o'tirib qo'ysak, bumi deganni desa, bumi qilganni qilsa, senmi deganni desang, anda o'rtada bir zamonlar ketgandan keyin haqiqat isbotlansa, qonun demangiz, shuni demangiz bo'lmam. Sening haq bo'lmaganligi uchun bulangchi, qaroqchi o'zining qaroqchiligini nima bilan? Zulm bilan isbotlaydi. Zo'ravonlik bilan isbotlaydi. Sen qaroqchi va bulangchi bo'lganligi uchun har qanday narsani bulangchi, zo'ravonlik bilan haqlab ko'katgani tirishyapti. Bunda isbotlamoqchi bo'lasiz. Yo'q, ilm va haqiqat degan amaliyat, harakat jarayonida.
Düşünce ve ilim marifet jarayoni için özünün hakkını ve adaletini ispatlaydı. Hakikatlikini ispatlaydı. Sen demiş bunları ispatlayamazsın. Sen mengo ispatlayamazsın. Sen hane ve İran sen bolasın. Hakikat ve adalet jo bu üstünlükü olur. O nima? Allah'ın kelimesi, Allah'ın nuru ve hidayetin ibaret. Bu hak, bugün bu zulüm astır. Senin ayşında zulümle astır çok. Kandaklı ortada. Bu aciz olsa mı? Sana nurluk görünüyor ortada. Aslı nur bu. Sen karanlık ve zulümden ibaret şu. Şarkı Türkistan halkının karanlıkını, zulümünü ve zoravallıkını, vahşilikini şu. Sen temel etsen. Bu karanlık aldıda İslam'dan ibaret bu nur senin aldığında aciz bolgan bolsa mı en güçlük, en canlılık, en roşan ifadesini tep batadım. Kalas. Tamam. Endi Xitoyninki masalan o'qituvchilar aşağı 16 sentabr açқан yig'inida yig'inning temasi dinning singib kirishiga qarshi turish temasida yig'in ochilibdi. Dinning singib kirishiga qarshi turish. Yani aslida Xitoyning o'zining qonuni bo'yicha avtonom rayon atalmış avtonom rayon qonunidami masalan bir yerdagi ko'p sonliq musulmon yashayotgan bir Uyg'urlarningki dini islom. O asarlık millet devatkan şu atalmış şu asarlık millet yani şu Uygur'dan ibaret Uygur başlık Kazak o bu. Bu milletler aslı özünün dinini Xitay'dan şu atalmış kanundu mu dinin terakki kıldırış, dinini qoğdaş, saklaş o bu diyendek nimeler var. Yani Xitay'dan muşu nimesi yiziklik turgan halette yani dinin sınıp girişine karşı turuş teması diyğine içişi. Emniyette özünün kanunu özü yani tükegen özünün kanunu özü defsende kıgalıkan bu neke. Bir Müslüman dini İslam boğan bir milletini bu şekilde uç kaşkar halette bulağa dini yakın keltürmemiz diyen şekilde yığın içişleri. Silçi yani şu abay söylep ötkendek sildigendek yani cin çıkay diyen hayvan tipi çekilgendek bu nurga çidiyanmay her xil şekilde bununla karıştırıp ekvatıdım da Xitay tecavüzçileri. Yani hem de bu ular tinç turmuşumuzni bizningki şu baxtlik turmushimizni vayron qilmoqchi deb o'quvchilarga so'zlatdimda majburiy holatda. Amaliyotda bular qadrli qarindoshlar, ya'ni bu baxtlik turmushni vayron qilyotdi deb. Shu maydonga chiqayotgan qarindoshlar, shu aslida baxtlik turmushni ular bilatdi ular. Ular kimning baxtlik turmushini, o'zining butun baxtlik turmushini, oilasini, o'zining hayotini qurbon qilish badaliga şu yerdeki şu Müslüman milletninki, şu 35 milyon xalqninki, Müslümanlarninki baxt saadeti üçün özünün hayatını, küçük ballarını, illik ailesini, əmənəsini taşlab, cenini qurban qılıvatqan qarindaşlar o. Ula şu yerdeki yaşavatqanlarının baxtlik hayatıqı təcavüzçilik qılmadı, hayatını qurban qılıvatdı. Allah yolda şehit bolsam buldum deb, özünün hayatını qurban qilish badaliga cenini sep beriyotgan qadrli qarindaşlar o. Tecavüzçi aslında olar tecavüzçininki şu Xitay tecavüzçilerininki turmuşu xavf ep keldi Müslümanların emas o aslı. Ular kimge xavf ep keldi tecavüzçiler xavf ep keldi dedik. Şimdi bu yerdeki hamma korkunçulukning baş sebepkar cinayetçi bu vakanın baş sebepçisi, baş cinayetkarı Xitay. Şuna insanlık ve İslamçılıktan ibaret bu tüp asasi noktada eyiplengen ortak nokta tecavüzçülük ve tecavüzçülük çoğu sükut kılıştan ibaret. Bu hemiz ortak cinayet emdi. Xavfning biri bu şu. Xavfni bugün bu tecavüzçülükten ibaret bu ağır cinayi kılmış insanlıkımı ve İslam'ımı xilap boğan bu ağır cinayi kılmış. Tecavüzçülük üzgümü emirlik etkenmeydi. Tecavüz kılınğanğımı çoğu emirlik etkenmeydi. Khairlağımı hatırcemlik, yaşlağımı hatırcemlik etkenmeydi. Uşak, ballağı, xotun, kız çoğallağımı çoğu yaxşılık etkenmeydi. Hiç kimge. Şu bu tecavüzçülükten ibaret bu pili ağır cinayet İslam'da mı ve insanlıkta mı ortak cinayetle belgelengen. Nemişka? Bu cinayet hatırcemlik etkenmey, hatırcemlikni buzup taşlaydıgan ağır çok kılmış. Ağır cinayet bu.
Şunun için Xitay bugün Şarkı Türkistan'a tecavüz kıygallıktan ibaret bu fiili cinayetini yoşuruş, aldaş, bunu çoğu yögeş için barlık sefsetelerini, hiligerliklerini, sahtipazlıklarını hemini vasını uydurup çıkıp, bunu zulüm bilen birleştirip, Şarkı Türkistan halkı çoğu bu zulümünü op uçuk aldamcılıkla mecburi temavatıdır. Hem de kardeşlerimiz güzel turmuşumuzu bozmakçıdaydı. Güzel hayatını, güzel turmuşumuzga bola terörçüler buzgunçılık kılmakçı. Degen sözünü bir Uygur'un ağızda anlamadık. Ama Xitay'ın tercüme kıygan, birivatkan sözünü anlayatımız. Eğer anlayan bolsak mı, her kandak Şarkı Türkistanlık bir Uygur pezganti, Şarkı Türkistanlık'ın perzenti, her göz bu Xitay'dan ibaret bu cinayetçini kalbiden suyap, kalbiden çoğu. Yaxşı görüp bu sözünü kılmaydı. Ama kaldı diyen şeraitte, kaldı deylik, biz baxt diyen nime, güzel turmuş diyen nime? Güzel turmuş, ruh ifadediğin neyse. Sen bugün en âli yemekni yiyen bolsan, tamakni yiyen bolsan, yoki tüven yiyen en naçar, yoki tüverek tamakni yiyen bolsan, bunun da ruhta, lezzetin ruhta his kılmaydı ekansan, onun aşkına ahmiyeti yok. Hoş. Bizge İslam'dan davallam rahimahullah ustazımız biz nesin depegen. Kalıquşta, yani Peyzivat'ta. İçtimai cinayetçi deyimiz hem de. Siyasi de bilen içtimai cinayet. Yani oğlu yançık şey yok. Xitay karşı siyasi hareket kımmakalı bilen Xitay karşı hareket kıygallarını bir oyla solap koyup bir şey işleydik. Tohtu Kasım dep bir edem batı. Süleyman Damallam'dan soraptı. Berip, vay Damallam, bizim iş oğru ölen, bu içtimai cinayetçilerden, ma siyasiyenin ayrım koyusunun bulatı. Oğlumu ayrım özü işlese, oğlum bizim ayrım tutsak, dese, Süleyman Damallam rahimahullah. Qağı bilen bulbulni bir qapasga solab qo'yapti ekan. Bulbul qo'pab, sen bilan bizni bir ayrim qo'yib qo'ygan bo'lsa, seni ayrim qapasda, meni ayrim qapasda qo'yib qo'ygan bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi mening bu sahibim meni boqquchi deb shuna debdi ekan. Voy qağı, sen tek ayrim qo'yib qo'ysa bo'ladi deyapsan qağı. Men seni ko'ra ko'zimmi yo'q? Sana kaylaydıgan közem mi yok, çırağını kördüğün bir havalım mı yok? Ayrım kapaz koysa dep kaldın sen. Sen fakat ayrım kapaz közem mi kömüse deymen dep kağışında deptiken. Bunu tek bizden bek ziyerkip getirlik bu da. Siz şuna diyeceğim, bu şu Xitaylar bizden bu şunda bir şey oynak sorup koy bizden azaplaş ve kışnaş. İşkimiz okşaş olmayan cinsten solap koygan azaplandı. Bu ağır azap hemdir bu. Yana qağı bilen bulbulni bir qapasga solap qo'yganlikning o'zi nima? Zulm. Endi biz nimaga o'xshaymiz desa, to'ngizi bilan qo'yning paqlinni bir ig'ilga solap qo'ygan bilan o'xshash gap endi. Xitoy bilan Uyg'ur Sharqiy Turkistonlikni bir yerga kelsa deganlikning o'zi nima degan chaqnamizda to'ngizi bilan paqlanni qo'zini bir ig'ilga solab qo'yganning o'zi ham nima? Zulm bu. Xitoy bu zulmni o'zi bu inson emas bu. İnsanlıktan ibaret kişinin gururi ve ruhi şerefi bu insanlıktan ibaret bu nesilden nisibi ağam olsa Xitoy mecbur olmaydı bunu. Xitoy bilan biz qanday do'st bo'lalamiz? Xitoy, sen ras kommunist bo'ladigan bo'lsang, ras hayvon bo'ladigan bo'lsang,
Komünistliğin nimesi neziresi hayvanlık ya maymundan bol degen gap hayvan sözünü işlerse galat öyledi. Vay anın neziresi hayvan. Edem maymundan bol degen neziriye. Eğer muşnun rast işindiğen bolsan biz işenmeyimiz o sahta yalgan kızbığa. Biz Allah'ın en âli mehluku de bilimiz ve şunda itikat kılımız. Şuna Allah'a ibadet kılımız. Kanday şekilde peygamber üretken şekilde kılımız. Peygamber kanday ürettiğimizge Allah'ını tonup Allah'ı çok iman keltirip boğandıkın peygamber kök etkendiğin ibadetini kıygandiğin killam Allah'ın dostunu dost biliş ve düşmanını düşman biliştin ibaret toğru boğan bu hak bu siyasi şenceni çoğu her bir mümin Müslüman özünün iddisi de hakimiyet oruna çıkarışı lazım. Şu manadan Xitay'dan ibaret bu mektubunu Allah'ın en aşeddi düşmanı. Peygamberinin kitabının, hakkının ve adaletinin, ahlakının en aşeddi düşmanı. Bizden barlık Müslümanlığının en aşeddi düşmanı ve bütün insanlığının en aşeddi düşmanı, bütün hayatlıkının en aşeddi düşmanı, medeniyetinin ve ahlakının, hazaretinin en aşeddi düşmanı de bilimiz. İtikadımız şu. Her bir Şarkı Türkistanlık Müslüman yaş kızı oğul, muş iddiyanı yerleştirişi, bu saadetini, bəxtini muşluğundan ızdişi lazım. Muşruqdan ızdişi lazım. O Xitay degендek səfsətədən, kizbidin, aldamçılıq, yalğancılıqdan, zulümdən çox saadet izlemeslik lazım. Bugün muş mənadın çox. Biz Şarkı Türkistan kız oğullarını biz muşluğa agalandırıyoruz ki saadetin en bəxtinin əsli mənisi, saadetinin əsli mənisi Allah ve Allah'ın Resulü körsetken şekilde yaşaş, Allah ve Allah'ın Resulü körsetken kişini dost tutuş, Allah ve Allah'ın Resulü çok körsetken kişini düşman tutuştan ibaret, bu siyasi ruhni çok, özümüzün maneviyeti çok, üstünlük iki kılışımız lazım. Muş ruh bizi idare kılışı lazım. Bu manadan güzel hayatının ne dikenlik ki? Allah'ın düşmanına karşı durup yaşaş, Allah bende olup yaşaş, Allah'ın düşmanlarına karşı çoğu cihat etişten ibaret, muş ruh bilen ve muş ameliyat bilen yaşaş, bəxtinin ve saadetinin güzel hayatının manisi bu. Biz xuddi to'ng'izidan paqlanni bir oyga so'lab qo'yib, bir ayqilga so'lab qo'ysa, paqlanligimiz zulm. To'ng'izimiz zulm. Xitoy mushni qilyapti endi. Biz to'ng'izidan cho paqlan bir yer yashayanmaganga o'xshash, Xitoy bilan biz musulmon bo'layotganmiz agar. Biz inson bo'layotganmiz agar bir yerda yashayanmaymiz. Şarkı Türkistan tupraqi Xitoyning emas. Jungo emas o. Biz Jungoning birligini parchalamoqchi emas. Jungo bir butun turivasin. Şarkı Türkistan coğrafyası yani atalmış Şinjan diyen bu coğrafya bu xalq Jungoning emas. Xitoyning tarkibi qismi emas. Xitoy besverilgan tuproq bo'lib bunu asli ilgisi, asli sahibi kayıttırılış gerek, kayıttırıp erişimiz gerek demek. Mesela bu. Biz saadet ve bəxtni muş ruh, muş iddiyadan izleyimiz. Rahmet Allah razı olsun ayeti. Kıymetli yaxşı fikir böyle. Kadirli qarindoshlar, hakikaten en ahırda programımızın ahırda Xitoyning ne kadar iki yüzlümeçi dini qarindoshlarni pastkash u bu deb tilida bu filmda aminatdagi haqiqiy pastkash haqiqiy nejisninki Xitoyning o'zining dal o'zi ekanligini yana bir qatim eslatish bilan qanchalik darajada yolg'onchi bu abay qilgan gaplarning hammasini vatanda yaslining o'zi hozir yig'iyotgan 3 yoshlik bolaga desa ham kuladigan 3 yoshlik balığı dese hem yüzüge tükürüp koyduğun derecedeki tetiksiz sözler abi filmdeki hemmesi. Xitoy devatı ki bir yerde Xitoy bu atanmış dini asabi güçlerden sınıp girişini çekilişimiz gerek, anı kılışımız gerek, bunu kılışımız gerek. Bu hemmesi sefsetlerin devatıdır. Hoş, senin kanunun bu ki sen devatkan
resmi normal qonun bo'yicha din devatgan. Sen mesela namaz, senin dersen mescitlerine mesela uç kuyuyorsan namaz kanun bo'yicha, ro'za qonun bo'yicha. Sen eğer rastçıl bolsan, sözüңde müşahede Xitay tajovuzchilariga müşahede shundan nido qilib chaqiriq qilamizki, bizni ko'radigan, shu Xitoyga ishlayotgan, hatto Uyg'urchani tamoman biladigan Xitoylar bizni ko'rayotganligiga ismimizni bilgandek ishimiz bunga aniq holatda bizni ta'qib turayotgan Xitoyning g'olchilari va shu Xitoyning ichida ko'rib turayotgan maxluqlar va Xitoyga ishlayotgan va Xitoyning idora jamiyat eng asosli o'rinlari bizni ko'rib turayotganligiga tamoman %100 bilimiz uni ko'rib turgan. Shu Xitoylarga, shu akalaringga sen g'alchini qilayotganlarga deb qo'ygin degan chaqiriq qilamiz. Yoki shu Uyg'urchini bildigan shu Xitoylar bizni ko'rayotgan bo'lsa shunda qilamizki, agar sen rastlam yuzing azroq chimirlar, yuzing azroq bir qiziradigan, azroq bir yuzi bo'lsa, sen o'zingning deyotgan shu yerda ijro qilayotgan qonunliq diniy faoliyatingni xo'sh, unda shu universitetga 18 yoshni oshgan, 18 yoshni oshganlar kirolmaydi, masjidga kirish ruxsat yo'qdi. Hammasi 18 ni oshgan universitet o'quvchilari bu. Nimaga qo'rqaysan, nimaga cheklaysan? Xo'sh, namoz o'qiydigan bilan ayirib qo'ygan, namoz o'qisin, hammasini o'qi deb majburlama hargizmi? O'qishni xohlaganlar o'qisin. Sen deyotgan qonunsiz emas, qonunliq diniy faoliyatini qila olamdi Xitoy. Ha? Xitoy doiralari shu qonunliq sening deyotgan qonunliq faoliyatingning birini shu 18 yoshni oshgan, rasmiy balog'atga yetgan, shu oq bilan qorni ayriy oladigan oliy maktab saviyasidagi shu o'quvchilarimiz shu yoshlar qila olamdi. Sen dinni cheklamading. Normal diniy faoliyatni qonun bo'yicha qo'g'dayting sen. Sen qo'g'dayotgan shu qonunliq faoliyatini qila olamdi shu yoshlarimiz. Shu universitetda doktorlik o'qiyotgan o'quvchi bo'lsa-mu, agar namoz o'qiganini bilib qolib qolsang yoki ro'za tutganini bilib qolib qolsang, qaysi ishlarni qilmading, qaysi ishlarni qilyapsan hozir. Sening naqadar ishplasliging, naqadar nejisligingni har qanday kichik yasli bolasini bildi. Quruq safsatangni setib bu yerda 2 kunda bir yig'in ichib, anda qilamiz, bu diniy asabiy kuchlarni cheklaymiz falan deb. Sen agarda gapingda rostchil bo'lsang, oldi bilan asabiy kuchni cheklashdan burun sen o'zing deyotgan qonunliq diniy faoliyatni hamiyat yo'l qo'ygin. Universitetlarda o'quvchi bolalarning normal namozni o'qishiga, ro'za tutishiga aralashmagan. Yog'liqini og'ishiga musulmon, u millat musulmon u. O'zing sen kim deb so'rab baqqan, oldingdagi shu mikrofon tinglayotgan shularga so'rab baqqan. Sen musulmonmi yoki Xitoymi yoki kommunizm deb so'rab baqqan. Hammasi men musulmon deydi. Agar sen musulmon emas, Xitoy deb salsang, shu o'zing mikrofon tinglagan haliqi o'quvchilarga seni tillab, animaningni ko'zing ko'kdi demashadi. O'zini musulmon deyotgan bir millatdan u musulmonlikni ijro qilmaysan, musulmonlikni cheklaymiz falan pustan degan gapni bu yolg'on tashviqotini ep berishdan burun sen qonunlikni oldi bilan yo'l qo'yib, hammani echib etib, uning kendi uyabiyat yarastiga kirgan vaqtida andan keyin bu safsatangni satqin. Bu qadar dunyo bugun 21-asrda bu qadar ishplaslikni, bu qadar tetiqsizlikni xijil olmasdan, yuzun qizamasdan dunyoga tashviq qilmagan. Buni biz Xitoy doiralariga chaqiriq qilamiz. Programmamizni mushada oxirlashtiraylik inshaalloh. Yangi bir suhbat, yangi bir programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janob Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. İlahi tecelli kılkan bir muhitni berpa qilish orqali dunyo va oxiratning baxt saodatiga erishimiz lozim demoqchi. Cihat ve niyet bayken, ondaqda cihatdan aldan tayyorlik bo'lgan hijrat ham mavjuddir demek. Bu cinayi kılmışlık karşı turuştan ibaret hakkani görüşün uzun yakacak aldı.